Respublikamiz miqyosida o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar doirasida Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmat xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarda ishtirok etuvchi shaxslarga xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanib kelgan shaxslar qo'lga olindi. Olingan tezkor ma'lumotlarga ko'ra 1990-yilda tug'ilgan shaxs o'zining 2001-yilda tug'ilgan sherigi bilan Samarqand shahar Rudaki ko'chasidagi uylarning birida Paynet shoxobchasi niqobi ostida qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarga ishtirok etuvchi shaxslarning hisoblarini to'ldirish va hisoblaridan pul mablag'larini yechib berish, shuningdek, internet jahon axborot tarmog'i provayderlari tomonidan xizmat ko'rsatish ishlarini noqonuniy amalga oshirib kelayotganligi aniqlangan. Samarqand shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida 2001-yilda tug'ilgan mazkur shaxs tezkor tadbirga jalb qilingan fuqaroning 1xbet ilovasidagi hisob raqamiga 300 ming so'm miqdoridagi pullarni tashlab bergan vaqtida daliliy ashyolar bilan qo'lga olindi. Shundan so'ng tezkor tadbir davom ettirilib, ushbu shoxobchaning ikkinchi filialini yuritib kelgan 1981-yilda tug'ilgan muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi bilan sudlangan shaxs ham qo'lga olindi. Mazkur shaxslarning telefon apparatlari ko'zdan kechirilganda 2026-yilning fevral oyidan hozirga qadar 19 milliard 434 million 686 ming 500 so'm miqdoridagi pullar 1xbet ilovasiga yuklanganligi va 25 milliard 780 million 540 ming 210 so'm miqdoridagi pullar yuklab olinganligi aniqlandi. Aniqlangan holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi 1-qismiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni qonunga xilof ravishda tashkil etish yoki o'tkazish, shu jumladan ana shunday o'yinlar uchun qimorxonalar tashkil etish yoki ularni saqlash 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.